Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu kartonni Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qolladı. Aloqalashish numeri 0991 881 44 46 139 99 40 25 90. Borun it. Bir yili qishda qor nihoyatda ko'p yig'ibdi. Yaqqandimi uda necha kun to'xtamay yig'ibdi. Butun yer jahon oppoq qor bilan qoplanibdi. Bu ahvollarni ko'rib turgan qağa, Bu qor xeli yig'ib qo'ydi-ku. Oziq tepishim taslashib ketmasa bo'ladi-da. Tezroq uyga ketib olay. Bu yerda turaverib, to'nglab qolmay yana. Lapildab yig'averib, hech to'xtaydigandek qilmaydi bu qor. qağa uchib do'sti itning yeniga kelibdi. Itga qarasa, it bexaraman holda yetib top o'ynayotgan ekan. Adash, qor yig'ib sen xiyolingda yo'q o'ynab yurasan-ku. To'nglamadingmi? Yoqay, to'q to'nglamadim. Yaxshi yog'mamdi bu qa. Mening nima korim? Men to'nglamadim. Bir qancha kundan keyin qor to'xtabdi. Hamma yer sovuq bilan qoplanibdi. Qağa lag'illab titrab yotgan itning yeniga kelibdi. Do'stim qaqadash, bek to'nglab ketdim. Bu so'g'uq havo suyak-suyaklarımdan o'tib ketdi. Asli sen uydan birini saqsang bo'ladi. Bek sovuqkan bu havo. Men uvamga qaytay. Xo'sh. Qağa sovuqqa chidamay o'ziga qaytibdi. Biri sindigan kamar bo'lsimi topmasam bo'lmadi. Men mi yazda ishsiz hem issiq bir saroy sanmasam hech bo'lmay ketay. Qarab turinglar, hammanglar hayron qilsizlar. It shunda xiyol qilganicha kamar izlab mengibdi. Kunlar, oylar o'tib yozmi ketdi. Mevalik daraxtlarmi chechaklabdi. Butun yer jahon isibdi. Yo'l bo'yidagi gullarmi chiroyli echilibdi. Kepinaklarmi bir-birini qo'g'lishib uchishib, erkin yayrab o'ynabdi. Adash, yozma keldi mana. Havamo xelala isidi. Endi uydan birini saqsan qanda. Men mi sana yordamlashsam, biz birlik salayli. Bundaq kun o'ynab bekor yurmagan. O'rin bo'p qalasan, va'dangni unutib qolmagansan. Ajab jiqyap qilding qaqadash, qulqimni og'irtib. Hozir men ya to'nglab qolmasam, kim bir gap bo'lsin ha? It qag'ining gapiga pisand qilmasdan o'yinini o'ynab kun o'tkazibdi. Qaqadash, bo'ldi ishlimigina pastga tushya. Birdan men bilan o'yin o'ynag'ina. Kechirgan do'stim, men hozir uvamni o'ngshayapman. Vaqtim yo'q. Sen o'zing o'ynab turgin. It va'dasiga amal qilmay har kuni o'ynab kulib, kash bo'lgan yerda yetib, qishdagi qasmini unutib qopdi. Shuningdan keyin it muzlaganda saroy soladi, issig'anda unutib qoladi degan tamsil paydo bo'lgan ekan. Karton darsi. Xanzu tili so'zlik o'g'inish qismi. So'g'uqda to'nglab ketadigan umoq ishtimiz keldi mana. Ish deganda nima deymiz? Go. It. Aqlli qağa keldi. Uya. Qağa. Gullarga kim hammadan bek amroq? Xudiye. Kepinak. Bu it saroy sog'ili mangdimi nima? Zao. Mengish.
nima degan sovuq havo bu? Qish kelibdi-da. 冬天，冬天。 Qish. Qish. Lapildab yig'ayotgan nima umoqlar? Qur. Qut. 下雪，下雪。Qar yağmaq, qar yağmaq. Vaa, çiçekler içilipti mana. Yaz mı yetip kepti? Yazni nima deymiz? 夏天，夏天。Yaz, yaz. Diqqətingiz bizning salonimizda bo'lsin. Lutfi şirket salonini qatib olishni unutmang. Bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.